Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana qo'rada qo'ylarimiz rivojlanyapti. Bu yerda 30 ta qo'y bor. 30 ta qo'yga bitta qo'chqor qo'shib qo'yibmiz. Qo'chqorimiz bir oydan oshdi, 4 ishga chiqqan. Qo'ylar ham 1-2 oy bo'lib qoldi. Hammasi qo'chqordan chiqib bo'lgan. Bizda mavsumiy emas, doimiy qo'rada hovlida turganligi uchun orasida qo'chqor yurgani yaxshi. Sababi tuqqan qo'ylarimiz yana 1 oy 2 oyda qo'chqorga borib ketaveradi. Bundan tashqari qo'chqorni qiriqligiga e'tibor berishni tavsiya qilaman. Shunday jarayonda davom etyapti azizlar. Endi ishlarimiz biroz ko'payadi. Sababi mana shu qo'yxonamizni oldi qismini to'liq endi yopishimiz kerak. Sababi kechalari tong vaqti -2 -3 darajaga sovuq bo'lyapti. Bu qo'ylarga baribir endi ta'sir qiladi. Yetgani o'ziga yuqishi biroz qiyinlashadi. O'shaning uchun endi yopamiz. Yopganimizdan keyin qo'ylar issiqroq joyda turadi. Kontentlarimiz, harakatlarimizni bir ijobiy baholab, obuna bo'ling, fikr bildiring, kommentda like bosib qo'llab-quvvatlang azizlar. Hammani qo'rasiga Alloh baraka bersin. Sog' salomat bo'lingizlar.